Hammaga salom. Bugun bizda yangi rolik. Bugun bizda mehmon bor. Hamma kutgan bola. Kutganinglardek mana Abbosbek Fayzullayev bilan bunga qarshi challenge bo'ladi. Ko'ramiz endi. Darajalarni ko'rsatib xudo xolasa. Davay. Mana Mahani kuchini hozir endi bugun bilamiz. Bo'ldi, ko'rib olasizlar bugun. Bugun bilasizlar, xuyiz xuligini bo'ldi. Bizda birinchi zadaniya penalti bo'ladi. Abbos 4 ta tepadi, biz bittani tepib chiqamiz. Hozir Osiyoning eng yaxshi o'yinchisi keldi. Eng yaxshi yosh o'yinchisi. Ko'ramiz endi hozir. Bu o'zimga ham vizov. Ko'ramiz nima hozirligini. Kimni darajasi qanaqaligini. Mana hozir birinchi men boshlab beryapman. Urolmasligiga haqqim yo'q. Shun kerak. Просто Бога сильно. Abbos, пару слов. Hammasi bu yoqda ko'rdi. Давай, Маха. Boshqacha narsa. O'zbekistonni va Osiyoning eng zo'r o'yinchisi bilan birga o'ynayapman. Urish kerak buni. Taktika. Buni hozir o'rish kerak vallahi. Bu videoga boshqacha nastroy. Mayli, men penaltiga boshladim. Men boshladim. Voy. Mahmudga telefon qiling-da, Mahmudga telefon qiling-da, chekitman. Kalin, пару слов. Maha, все можно? Что так, давай, Не, спокойно, пенальти, да? Besh shans. Mahmud bilasan? Na, men gapiraman. Давай. Bolalar bizda ikkinchi zadaniya, sizlarni yoqtirgan zadayni. Nima u? Boshqa birinchisi tugagan. Bolalar bizda uzr, qattiqroq. Bolalar bizda birinchi zadaniya tugadi, shot to'g'ri. Endi sizlar yoqtirgan zadaniya, long shotlar. Давай. Yana o'zim boshlab beryapman. Oy. Gapyo. Oxirgisi cho'chib. Давай, Meh. Bir ikki og'iz gapirib olyapman. Nima degan? Ay. Shot 5-4. Hozir necha qilib oldi gol chiqarib gapiramiz. Maha. O'xshanimcha har challenge-ga Abbos chaqirsak, Mahmud Shunda zo'r turadi shunaqa. Shtanga. Boshqa zarba pozitsiyasida turibdi. Lekin ikkita lider borligi ma'lum. Abbosning zarbasi va gol! Dahshat! Abbosbek Fayzullayev 37-daqiqada standart vaziyatda super gol kirityapti. zo'r. Gol. Maha. Abboslar nishonlaydi. Qachon yo'qmiz. Sekin oldiga chiqa olar ekan. Sanksiyon deyapti.
Hozir shot o'pish shot 7-7. Abbos yana 3 ular qoldi shtrafdan. Keyin boshqa zadaniya. Prosta bilan boshni urdi-yu. Charchab qoldim-da, real aytdim. Bolalar, hozir bizada ikkinchi zadaniya tugadi. Shot 7-7 bo'ldi. Hozir uchinchi zadaniya sizlar bilasiz. Yo'q. Vallahi bizda endi 3-zadaniya hammaga yoqadigan burger ketdi. Sразу построился. 8-7 shot. Hozir yeta olishga harakat qilamiz. Long shotda ham shunaqa deganman. Bu golni deyman. Mana qani keyin 8-8. O'pish shot 9-8 yutqizamiz. Hozir qachab 2 ta gol urib. Yaxshi deb bo'ldi. Ahmet bundoq Gapirmasdan ochishdan keyin o'tkazadi. ko'p gapiradi. Devor orasida turib olmaydi. Bolalar mana bizada 3-zadaniya tugadi. O'pish shot 10-8. 4-zadaniya 1-1. Ketdi. Tak cho'zilib qol. Nормально. Baxt tortib oldim. Ya unaqa o'yinlarni qilmadi, lekin bo'ladi. Men bosmay chiqaman. Нормально. Men hozir Anvar bilan birga bir aldamasam bo'lmaydi. Kattalashtirib ol. Maqtashadilar vashcha olib, o'rnini sesdim kuchli. Sakrab qoldi. Bolalar eslatib o'tamiz, xudo xolasa 16-iyul kuni Namanganda Navbahor stadionida Qirg'izistonning Medini komandasiga qarshi o'yinimiz bo'lib o'tadi. Hammani kutib qolamiz. Hamma namanganlik muxlislarni o'yinga taklif qilib qolamiz. Xudo xolasa yaxshi o'yin bo'ladi. Kelib qo'llab-quvvatlab turinglar. Hammaga Hammani.
Kelish kerak, 100% kelish kerak. Bunaqa o'yinni qoldirish xato. To'liq bomba qilib yuboringlar, davay. Mana bolalar video ham tugadi. 4 ta zadaniyadan общий счет 18 yutqizdik. Zo'r bo'ldi. Abbos Abdushi rahmat. Rahmat katta taklif qilgan edi. Zo'r rolik bo'ldi. Kelajakda omad, muxlislar bilan kelajakda faoliyatiga omad tilab qolamiz. Abbosni xudo xolasa bunaqa o'yinlar bilan yana ko'p bizni xursand qiladi degan umiddamiz. Rahmat. Nechta bor ekan bo'lsa? Bo'pti bolalar, 20 mingta like yig'sak, yana kelishib olib boramiz. U vaqtlariga qarab. 20 mingta yig'masanglar bo'ldi уже, tugadi xolos. Hozir zabordan chiqib ketamiz, bo'ldi, video tugadi. Agar 100 mingta yig'sa kim Ronaldo bilan, a? Agar 100 mingta yig'sa. Ketdi. Bravo,